Ketdimi? Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men bugun sizlarni gilamlarning narxlari bilan tanishtirishimdan oldin menga obuna bo'lib qo'yinglar. Ko'rishlaringiz mumkin, Samarqandning Sakzavodida ishlab chiqarilgan o'rta qalinlikda gilamimizning kачествоsi вообще zo'r bo'ladi. To'qimalarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Mana qalinligi ham yaxshi gilamimiz. Bemalol 5 yildan 10 yilgacha xizmat qiladi uylaringda. Eni 3,5 metr bo'ladi, uzuni 4,5 metr bo'ladi. Bu gilamimiz narxi bozorlarda 1,600,000, 1,700,000 so'm sotiladi. Sizlarga obunachilarimga atigi narxini 1,300,000 so'mga chiqarib beramiz. Buni boshqacha rasvetkalari ham bor. O'zlaring kelib bemalol tanlab olsalaring bo'ladi. Keyin bizda dastavka xizmatlari bor. Qo'qonga, Andijonga, Namanganga, Toshkentga, yaqinda pochtalarga gaplashyapmiz. Qashqadaryodan ko'pchilik so'rayapti, Surxondaryodan so'rayapti. U tomonlarga ham yangilik bo'lsa, sirazi videoda olib chiqamiz. Bu gilamimizni ham ko'rishlaringiz mumkin. Samarqand Sakzavodida ishlab chiqarilgan. Bu ham orqalari kanopli. Bu gilamimiz ham qalinligi juda ham yaxshi gilam. Buni ham eni 3,5, uzuni 5 metr bo'ladi. Eng xadovoy sotiladigan o'lcham bu. Bu gilamning ham narxi bozorlarda 2 milliondan 2,200,000 so'mgacha sotiladi. Atiga bizni kuzatuvchilarga va Telegram kanalimizga obuna bo'lgan klientlarimizga narxi atiga 1,500,000 so'm. Bu gilamda ham boshqacha rasvetkalari bor. Xohlasalar metrajli varianti, xohlasalar gatoviy kelib o'zlaring tanlab olishlaring mumkin. Bu tomonda maxsus chegirmaga tushgan metrajli gilam ko'pchilik so'raydi. Bizdan eni 3,30 bo'ladimi uyingizni, 3,20 mi, 3,15 mi? Xohlagan o'lchamlaringga tayyorlattirsalaring bo'ladi. Buni ko'rishlaring mumkin. Eni 3,5 metr bo'ladi. Bozorlarda narxi 1 kvadratning narxi 75,000 so'm sotilyapti. Biz klientlarimizga, obuna bo'lgan obunachilarimizga kelib 3,5 ga sizlarga kvadratini aytsam osonroq bo'ladi. O'zlaring o'lchamlaringga chiqarib olasizlar. 1 kvadratini 49,000 so'mdan xarid qilishlaring mumkin. Buni boshqacha rasvetkalari ham bor. Buni общий rasvetkasi 10 xildan ko'p. Bu ikkinchi rasvetkasi. Buni ham kvadrati bozorda 75,000 so'mdan sotiladi. Kelib bizga obuna bo'lganlarini ko'rsatib 49,000 so'mdan olishlaring mumkin. Umumiy общий hamma yoq chiqaversin, nima qilish shart emas. Bizdan qalinroq atachentoli uylarga, keyin klassik uylarga so'rashadi ko'p klientlar. Buni ham ko'rishlaring mumkin. Eni 3,5 metrlik bo'ladi. Buni eni 2,5 metrlikdan 4 metrligacha bo'ladi. Har xil rasvetkalari bor. O'zlaring kelib ko'rib, xohlaganlaringizga moslatib, o'rnida mana averlovlarimiz bor. Kelib kestirib tiktirishlaring mumkin. Buni ham kvadrati bozorlarda 200,000 so'mgacha sotiladi. Kelib maxsus chegirmada olishlaring mumkin. Kvadrat narxini 30% gacha chegirma qilib beramiz. Buni mana eni 4 metrlik deysizlarmi? Har xil rasvetkalari bor. O'zlaringga yoqqanidan kelib olishlaring mumkin. Men sizlarga yana maxsus chegirmada gilam qo'yib beraman. Hozir kutib turinglar. Faqat bu gilamimiz kim birinchi ulgusi o'shunga soni chegaralangan bir dona qolgan. Nechi bu o'zi 6 mi, 5 mi bu, 7 mi bu? Hozir bitta anag'ini bilaylik. O'lchamini. Besh yarim metrlik gilamimiz ekan. Bu gilamimiz narxi bozor bo'pti 6 metrlik gilam ekan, gullari ham ikkita ekan. Bu gilamimiz narxi bozorlarda 1,600,000 so'm sotilyapti. Bizga kim birinchi aloqaga chiqib bu gilamimizni narxini atiga 1,100,000 so'mga xarid qilishlaring mumkin. Bunaqasi bo'lmagan. Endi bundan sal qalinroq gilam ko'rsataman. Bu gilamimizni ko'rishlaring mumkin. Gullari nihoyatda chiroyli. Bu gilamimizning o'lchami eni 3,5 metr bo'ladi. Uzuni 4,5 metr bo'ladi. Yonlari ko'jalik.
juda ham yaxshi, kачестволari juda ham chotki. Bu gullarimiz narxi bozorda 2.400.000 so'm sotiladi. Kim birinchi bizga aloqaga chiqsa, ulgurib narxini atiga 1.400.000 so'mga 1.20 da qilib beramiz. Soni chegaralangan, buni ham bir dona qolgan. Bizga obuna bo'lib qo'yinglar, Telegram kanalimiz silkasini ham qo'yib qo'yamiz. Telegram kanalimizga ham o'tib qo'yinglar. Necha minut bo'ldi o'zi video? 520 bo'ldi. Buni ham yana davom ettiraveramiz. Bu gilam paloslarimiz eng ko'p sotiladigan, ayniqsa hozirgi sovuq havolarga taya beton bo'ladimi, yuzi tonni splashdan yopsangiz, вообще sovuq chiqarmaydigan paloslarimiz. Buni har xil rasvetkalari bor. Buni eni 80 santimetrlikdan boshlab 4 metrligacha bo'ladi. 4,5 liklari bo'lmaydi buni. Eng kattasi 4 bo'ladi. Buni ham kvadrati 45.000 so'mdan 55.000 so'mgacha zavodiga, keyin qalinligiga qarab bo'ladi. Bu tomonda keladigan bo'lsa, ich qatda yo'q razmerlar. 3 ga 7,5 deysizmi, 3 ga 8 deysizmi, bu gilomlar 3 ga 4 dan 3 ga 8 gacha bo'ladi. Gilomlarimiz avvallilarga keladigan bo'lsa, 1 ga 1 dan boshlab 1 ga 1,5, 1,5 ga 2, 1,5 ga 1,5, xullas avvallilar 1 ga 1 dan 3,5 ga 5 o'lchamigacha bor. Ko'pchilik kommentariyada Jaynamoz ham so'rab o'tadi. Buni ham ko'rib qo'ysin. Buni narxi atiga 50.000 so'mdan kelib olishingiz mumkin. Ikki xonadan ko'p xona olganlarga alohida bonuslarimiz bor. Buni ham ko'rib qo'ysin, mana. Eng hadovoy sotiladi Qumtepa bozorida. Razmeri to'liq 2 ga 3 bo'ladi bu gilamimiz. Narxi atiga bozorda 300.000, 350.000 sotiladi. Bizdan kelib 250.000 so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Buni ham soni chegaralangan, 10-15 dona qolgan. Bu asosiy siklatimiz, hozir yuklarimiz ancha sotilib yana taqalangan. O'shanda ham sizlar kelsalar ham bitta xonalarga 4 xil, 5 xildan variant bor. Samarqand Sakz zavodida ishlab chiqarilgan bu gilamlarimiz razmeri 3 ga 4 dan tortib 3,5 ga 8 gacha bo'ladi. Endi 4 liga o'tganingizda 4 ga 4 dan 4 ga 9 gacha o'lchamlari bor. Qalinligini ham ko'rishingiz mumkin. Mana bunday tashlab, ichcho'y sochib turinglar, sizga tushib ketmas. Eng qalin gilamlarimiz mana. Bularda ham kelib 30% gacha chegirmada xarid qilishingiz mumkin. Keyin bu koridorlar ham bo'lsa, xonalarni eni 1 metrlikdan eni 2,5 metrligacha daroshkalari ham bor. Kompleks qilib solsalar ham bo'ladi. Buni ham 5-6 xil rasvetkalari bor. Keyin ko'pchilik o'rta qalinlikdagilarni so'rasa, mana bularni ham ko'rishingiz mumkin. O'lchami 3 ga 6 bo'ladi. Bozorlarda naqd 2,5 million sotiladi. Bu gilamimiz atiga chegirmada kelib 1.500.000 so'mga olsalar ham bo'ladi. Manzilimiz Farg'onada, ikkinchi joyimiz Qumtepa bozorida, Marg'ilonda. Asosiy eng ko'p ko'p joyimiz Farg'onada. Kelib o'zlaringa yoqqandan xarid qilishlari mumkin. Farg'ona shahar ichi dastavkasini qilib beramiz. Agar Toshkentga bo'lsa, o'zlaringiz kelasizlarmi yo mashina taksi kirizasizlarmi yo o'zimizdan taksi qilib 150.000 so'mdan 300.000 so'mgacha bo'ladi. Lokatsiyasini tashlab bersangiz, taksilarda arzonroq qilib gaplashib, o'zimiz ishingizni cho'tka qilib bitkazib beramiz. Video tugadi. Bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bo'ldi. O'chiring.